Bittasi anginani qisqartiraman dedi, bittasi olib tashlayman dedi. Hayronman qaysi biriga quloq solishga. Har kuni shu savolni eshitaman, lekin aniq ayta olaman, bolani anginasini oldirish yoki oldirmaslik uni kelajagini hal qiladi. Shuning uchun videoni o'tkazib yubormang. Like bosib oxirigacha kuzating. Agar angina shunchaki kattalashgan, yiring yo'q, og'riqlar bolani qiynamaydi, lekin kechasi xurrak otib, nafas olishga qiynalib, nutqi tiniq bo'lmasa, bunday holatda anginani to'liq emas, qisman kichraytiramiz. Nafas, nutq yaxshilanadi, bezning foydali funksiyasi esa saqlanib qoladi. Ammo har oy bolada yiringli angina, temperatura har safar antibiotiklar bilan tuzalsa, bu xavfli signal. Chunki bu yiring, yurak, buyrak bo'g'imlariga jiddiy zarar yetkazadi. Bunday holatda anginani to'liq olib tashlash hayot uchun muhim organlarni saqlab qoladi. Video davom etadi. Lekin bir savol. Tez-tez tomoq og'rishi, kechasi xurrak otish yoki og'zini ochib uxlash sizni ham farzandingizda kuzatiladimi? Javobingizni yozib qoldiring. Yuqoridagi simptomlar bu shunchaki shamollash emas. Men sizga bu muammoni to'g'ri yechimini ko'rsataman. Bu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, boshqa farzandi bor yaqinlaringizga ham ulashing. Siz kimningdir sog'lom kelajagiga sababchi bo'lishingiz mumkin.